Verifikatsiyadan o'tganingizda 10 ta bonus sizga taqdim etiladi. Bu biz hozir level oshirishga yana bitta taktika topganmiz. Ya'ni mana 100% bo'ldi o'rtoqlar, ko'rib turibsizlar. Bizga bonus faucet bergan. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugungi videomizda men sizlarga Solpik sayt haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Videoni o'tkazmay tomosha qilinglar. Biz videorolikka boshladik. Video ostiga opsiyadagi silka bilan kirganingizda xuddi shunaqa oyna ochiladi. Botdan o'rtoqlar Signal tugmasini bosasizlar va botdan ro'yxatdan o'tishingiz uchun username, ya'ni to'liq ism familiyangizni yozsangiz bo'ladi yoki Telegramning yoki shunga o'xshagan niklarni yozsangiz bo'ladi. Keyin yo'llikka elektron pochta manzilingizni kiritasiz va parollaringizni kiritib bu joyga hech nima yozmaysiz. Siz video ostiga opsiyadagi silka bilan kirsangiz avtomatik yozilgan bo'ladi va kapchani terib sign up tugmasini bosasiz. Men hozir o'z profilimga kirib ko'rsatib beraman ichki dizaynini, ya'ni saytni. Saytdan ro'yxatdan o'tishdan oldin kapchani kutamiz ozgina. Kapcha to'lib bo'lgandan keyin xuddi shunaqa oyna ochiladi. Kirganingizdan keyin o'rtoqlar mana shunaqa joyda email verify degan yozuv chiqadi. Agar chiqmasa, sizlar buni pushti chiziqni bosasizlar va botdan setting bo'limini tanlaysizlar, ya'ni mana bu joyni settingga bosasizlar va pastroqqa tushsanglar mana elektron pochta manzillari bo'ladi. O'shani email verify bossanglar sizlarda Gmail pochtali xat keladi. O'sha xat orqali silka bo'ladi. O'sha silkaga kirsanglar saytda ichiga olib kiradi boshqatdan va siz verifikatsiyadan o'tgan hisoblanasiz. Verifikatsiyadan o'tganingizda 10 ta bonus sizga taqdim etiladi. Bu bonuslarni kirasiz, rolni bosib bonus qilib olsangiz bo'ladi. Keyin o'rtoqlar biz hozir har soatda olinadigan bonusimizni olishimiz kerak bo'ladi. Bu bonuslar ham sekin-sekin bizga yordam beradi. Keyingi darajalarga o'tsangiz, agar o'rtoqlar, men sizlarga darajalarni ham tushuntirib o'tsam, bu darajalar orqali siz ko'proq daromadga chiqsangiz bo'ladi. Bu darajalardan o'tish haqida bir ikkita videolarim bor. Agar kommentariyaga yozsanglar, men sizlarga o'sha videolarni silkasini tashlab beraman. O'sha videolarda men sizlarga ko'proq level oshirish, qanaqa qilib balansni tezroq ko'tarish haqida videoroliklar qilganman. Shuning uchun kommentga kirsanglar, o'z fikrlaringizni yozsanglar, men sizlarga tashlab beraman. Va mana shu joyda ko'rib turibsizlar, darajalar mavjud. Men hozir birinchi darajadaman. Hozir sizlar bilan bu video davomida ikkinchi darajaga o'tamiz. Xudo xolasa, o'tganimizdan keyin nimalar qilsak bo'ladi va qanaqa imkoniyatlar bizga ochiladi, buni ham ko'rsatib beraman. Xo'sh, games o'yiniga o'tamiz. Va games o'yiniga o'tganimizdan keyin o'rtoqlar, bu yerda bizda o'yinlar chiqadi. Mana shu 12 xil o'yindan o'zimizga yoqqan o'yinni tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Masalan, dice o'yiniga kirasizlar. To'g'ri, hozir ko'pchilik uchun har doimgidek bitta taktikadir. Biz hozir level oshirishga yana bitta taktika topganmiz. Ya'ni mana shunaqa qilib olamiz. 001 qilamiz. Yo'q, mana qilaylik. Mana shunaqa qilamiz. Mana bu yashilni o'rtoqlik oxirigacha olib kelib qo'yamiz. 101 taktikasi deyiladi. Xohlasanglar bitta yutqizgandan keyin o'ynasanglar bo'ladi. Xohlasanglar birinchi kirganingizda bitta bossangiz ham bo'ladi. Birinchida bossanglar nimaga foydasi ko'proq deganim, birinchida bossanglar sizlarga yutqizish ko'pincha vaziyatda ko'pincha yutqizish bermaydi. Sizlarga faqat yutish beradi. Agar mana shunaqa yutqizdinglar, keyin oshirsanglar ham bo'ladi balansni. Hozir buni ham ko'rsatib beraman. Yutqizdik. Endi mana roll. Mana yutdik. Shunaqa qilib sizlar ham darajalarni oshirsanglar bo'ladi. Ko'p o'ynamaslikni tavsiya beraman o'rtoqlar. Ko'p o'ynasanglar balansinglarni yutqizib qo'yishinglar aniq. Chunki bitta
bitta yo ikkitadan keyin bu avtomatik sizga algoritmdan signal keladi. Ya'ni siz ko'proq buni darajasini yoki pulini yutib qo'ygan hisoblanasiz va u sizga avtomatik yutqizishni yoqib qo'yadi. Shu orqali sizni balansingizni yutqizib qo'yasiz. Mana hozir ko'rib turibdinglar, 71 dan 83 ga oshirib oldik. Xudo xolisa hozir ruletka o'yinidan uni 100 ga ko'taramiz. Ruletka o'yiniga kirib oldik. Bu yerda 100 k bilan mana har doimgidek taktikamga qo'yaman. Yana bittadan qo'yamiz. Qani, balansimiz qancha bo'ldi? Xo'sh, spin. Xo'sh. Yana bitta. Xo'sh, yana bitta. Va o'yinni to'xtatamiz. Endi ortga qaytamiz. 95 bo'ldi o'rtoqlar, ko'rdinglar endi. Yana qaysi o'yinni o'ynasak bo'ladi o'rtoqlar? Nima deysizlar? Xo'sh, limbo o'ynaymiz. Yo'q, plinko emas, limbo. Bu plinko o'yinini ham ko'pchilik bilsa kerak. Internetlarda hamma o'yinlarda rosa chiqib ketdi bu videolari. Masalan, mana shunaqa qilamiz. Betni bosasiz, sharik tushadi, sizga mana shunaqa balansingizga pul tushib ketaveradi. Sizga 0.07 tushadi, bu yutqizgan hisoblanasiz. Agar sizga 75 yo 10 tushsa yutishingiz mumkin. Masalan, ko'proq sharikda ishsiz ham aslida 0.5, 0.15 shunaqalar tushadi. Bu o'yinni yutish juda ham kam o'rtoqlar, shuning uchun bu o'yinni tavsiya qilmayman. Limbo o'yiniga kiramiz. Bu yerda ham balansimizni oshirishimiz uchun minimal summa qo'yamiz. Minimalimiz o'zimizga mo'ljallangan. Mana shunaqa qo'yamiz. Qani endi mana shu taktika 101 taktikasi bilan betni bosamiz. Bitdik. Bo'ldi o'rtoqlar. Xudo xolisa 96 bo'ldi. Endi yana bir marta o'ynayotganmiz. Xo'sh, 1-0-1. Endi balansimizni ko'paytiramiz. Qani, bitdik. Ortga qaytsak 98% bo'libdi. Endi mana bu o'yin bilan davom ettiramiz. Xo'sh, buni stavkasini ham 1.01 qilib olamiz. Yo'q, 21 bo'lib qoldi. Bu taktikani men sizlarga ko'rsataman o'zim uni. Bekitib hech kimga bildirmasam ham bo'ladi, lekin men hech kimdan yashiradigan sirim yo'q o'rtoqlar. Mana bitta bosamiz, bo'ldi. Mana 100% bo'ldi o'rtoqlar, ko'rib turibsizlar. Mana darajani bitirdik. Endi главный menyuga o'tadigan bo'lsak, ko'rib turibsizlar, bizga bonus faucet bergan. Bonusni olamiz. 1 2 3 4 5. Bo'ldi o'rtoqlar, biz ham bonus faucetimiz qolmadi. Endi bizga mana ko'rib turibsizlar, yana darajamizni oshirishimiz uchun yana bitta yangi daraja berdi. Bu darajani ham oshirish juda ham oson. Ko'rdinglar, hozir 30% ga oshirib qo'ydik. Xuddi shunaqa qilib davom ettirib oshirsangiz bo'ladi. Va sizlarda bir kun mana bu 2x bilan ishlaydi. Ya'ni har level oshirganingizda sizga masalan 0.5 ming solon emas, 5000 solonni taqdim etiladi. Mana bu yozgan 5 ta bonus olding deb. Keyin bu yerdan pul chiqarish ham o'rtoqlar juda ham oson. Israf bo'lmaga o'tasizlar. Mana bu akkauntinglarning adresini kiritasizlar va minimal summani ko'rib olsanglar bo'ladi. 0.250 solonni tashkil etadi. Komissiyasi 0.01 soloni.
juda kam. Xudo xolisa keyingi videolarda bu saytdan ham pul chiqarib ko'rsatib beramiz. Agar bu saytga pul kiritib sarmoya bilan ishlayman desangiz, sarmoyani kiritib berishimiz mumkin. Menga kommentariyaga yoki Telegram orqali aloqa qilsanglar, men sizlarga pul kiritib berishim mumkin o'rtoqlar. Buni o'zimiz Telegramda kelishib olamiz yoki kommentariyada kelishib olamiz o'rtoqlar. Shuning bilan bugungi videomiz tugatsa ham bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kanalda qolishni umid qilaman. Kattakon rahmat.